Asabiylik bu shunchaki jahldorlik emas. Bu nerv sistemasi bilan gormonlar o'rtasidagi nomutanosiblik hisoblanadi. Asabiylikni bir nechta asosiy sabablari bor. Ularni keltirib o'taman va yechim ham berib ketamiz. Asabiylikni eng asosiy sabablaridan bittasi bu uyqu yetishmasligi hisoblanadi. Ya'ni 6 soatdan kam uxlashlik miyada doimiy ravishda faollikni oshiradi. Natijada serotonin degan modda bor, o'sha narsani kamayishi va sabrni kamayishiga olib keladi. Keyingi sababi esa bu qonda qand miqdorini yetishmasligi. O'zi bosh miyani eng asosiy manbai, energiya manbai bu glyukoza hisoblanadi. Vaqtida ovqatlanmaslik yoki bo'lmasa ochlik, bu narsa bosh miyani surunkali ravishda charchatadi va jahldorlikni kuchaytiradi. Keyingi sababi esa bu texnostress, ya'ni raqamli charchoq. Hozir zamonaviy tibbiyotda umumiy o'zi xalqlarning orasida ham juda ham dolzarb muammolardan bittasi, e'tibor berasiz. Mana shu narsaga raqamli charchoq juda ham avj olgan. Ya'ni bu yosh kattalarda ham, o'rta yoshlarda ham va kichik yoshdagi insonlarning o'rtasida. Bu nima degani? Raqamli charchoq bu telefon, ijtimoiy tarmoqlar va ekranlar doimiy ravishda miyani faollashtirib turishi natijasida dopamin ishlab chiqarilishi surunkali ravishda faol ishlaydi. Natijada esa insonda hissiy charchoq, ya'ni ko'rinmas dushman bu. Hissiy charchoq ortib ketadi. Natijada esa insonda sabr kamayib ketadi va asabiylik kuchayadi. Undan keyingi sababi esa bu surunkali stress. Surunkali stress, ya'ni doimiy inson jismoniy va ruhiy zo'riqish natijasida faol nerv sistemasi faol bo'lgandan keyin stress bu doimiy ravishdagi stress, ya'ni kortizol gormoni doimiy yuqori bo'lishi insonda stress chaqiradi. Bu narsa esa albatta asabiylikni yana ham kuchaytiradi. Keyingi sababi esa bu ichki muhit, ya'ni gormonlar disbalansi, ya'ni gormonlar, ya'ni bu nevrologiya va endokrinologiya sohasida bir-biriga bog'liq bo'lgan muammolar hisoblanadi. Asosan ayollarda bu hayz sikli oldi davri sindromi degan holat bor. Bu narsa va gipotiroidizmda ko'p kuzatiladi. Erkaklarda esa testosteron gormonining pasayishi bu kayfiyat, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchni pasayishi va ijobiy energiyani pasayishiga olib keladi. Bu esa insonda asabiylik chaqiradi. Endi yechimlarga o'tsak. Aytgancha yana bitta sababi qolib ketibdi. Bu mikroelementlar yetishmovchiligi. Aynan magniy, B guruh vitaminlari va omega 3. Magniy organizmda nerv sistemasini tinchlantirish vazifasini bajaradi. Agarda magniy yetishmasa, inson asabiy bo'lib qoladi. Endi uni asabiylikni davolash, uy sharoitida davolash rejasini sizlarga taqdim qilaman. Birinchisi uyqu gigiyenasi. Ya'ni yotishdan 1 soat oldin diqqatliroq bo'ling. Albatta ekranlarni o'chirish. U telefon bo'lsin, gadjet, kompyuter va televizorlarni. Butunlay hammasini o'chirib qorong'u xona bo'lish kerak. Keyingisi 23:00 uzog'i bilan 23:00 gacha uxlash tavsiya qilinadi. Sababi kechqurungi 22:00 dan ertalab mana tungi vaqt soat 3:00 gacha melatonin, ya'ni uyqu gormonini eng faol ishlab chiqarish davri hisoblanadi. Shu paytda biz melatonin faol ishlab chiqarilishini ta'minlasak, ertalab uyg'onishimiz va asabiylik bo'lmasligini oldini olgan bo'lamiz. Keyingisi esa bu telefonlarni cheklash, ya'ni
raqamli detoks degan narsa bor. Zamonaviy tibbiyotda va zamonamizda bu narsa telefonni kunni har qanday holatida 1 soatga telefonni o'chirish tavsiya qilinadi. Undan tashqari nafas mashqlari bor. Nafas mashqlari buni tartibini yetkazaman. Xo'p, birinchisi 4 sekund chuqur nafas olamiz soatga qarab. Keyin uni 7 sekund ushlab turamiz va 8 sekund nafasni chuqur to'liq chiqarish. Buni bir necha daqiqa bajaramiz. Bu e'tibor bering, juda ham yaxshi effektlardan, ya'ni samarali natijalar beradi. Keyingi yechimi bu jismoniy faollik. Har doim aytaman, kamida bir kunda 30 daqiqa va undan yuqori muddatda jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish. U yoga bo'lishi mumkin, u suzish bo'lishi mumkin. Xohlagan bitta sport mashqi bilan doimiy ravishda shug'ullanish. Keyingisi esa magniy va B guruh vitaminlarini surunkali ravishda mutaxassis bilan bog'lanib iste'mol qilish juda ham yaxshi yordam beradi. Tana, ruh, miya bir-biriga juda ham bog'langan. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskani bosishni unutmang. Yaqinlarga ulashib qo'ying. Keyingi videomiz aynan qaysi mavzularda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizlar bilan nevrolog Husniddin Sattorov va Ibrat Med klinikasi bo'ldi.